Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Surxondaryo viloyatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari hamda majlis bayonlarida belgilangan vazifalarning o'z vaqtida to'liq va sifatli ijrosini ta'minlash davlat boshqaruvining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida tizimli tashkil etilgan. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi PF 61-66 son, 2021-yil 31-maydagi PQ 51-32 son hamda 2025-yil 25-iyuldagi PF 117 son farmonlarida belgilangan talablar asosida viloyatda ijro intizomini mustahkamlash, topshiriqlar ijrosini raqamli nazorat qilish va mas'uliyatni kuchaytirish bo'yicha samarali mexanizmlar joriy etilgan. 2026-yil 4-iyul holatiga ko'ra Ijro.gov.uz elektron tizimi orqali viloyat hokimligiga O'zbekiston Respublikasining 4 ta qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jami 1773 ta hujjati, 324 ta farmon, 955 ta qaror, 38 ta farmoyish va 452 ta majlis hamda tashrif bayonlari doirasida belgilangan 17067 ta topshiriq kelib tushgan. Mazkur topshiriqlarning har biri bo'yicha alohida nazorat rejalari ishlab chiqilib, mas'ul boshqarma va tashkilotlar, shuningdek, shahar va tuman hokimliklariga ijro uchun yuborilgan. Bugungi kunga qadar mazkur topshiriqlarning 14791 tasi to'liq bajarilgan, 2276 tasi bo'yicha belgilangan muddatlarda ijroni ta'minlash choralari amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yil iyun oyida viloyat hokimligi mas'ul etib belgilangan 344 ta topshiriqlarning barchasi belgilangan muddatlarda va sifatli bajarildi. Joriy yilning iyul oyida esa viloyat hokimligi mas'ul bo'lgan 459 ta topshiriq ijrosi nazarda tutilgan bo'lib, ularning belgilangan muddatlarda va sifatli bajarilishini ta'minlash yuzasidan zarur tashkiliy choralar ko'rilmoqda. Viloyatda ijro intizomi ustidan doimiy va tizimli nazorat yo'lga qo'yilgan. Jumladan, qonunchilik hujjatlari va topshiriqlar ijrosi har kuni tahlil qilinadi. Har haftaning dushanba va viloyat hokimi rahbarligida, juma kunlari esa viloyat hokimining birinchi o'rinbosari huzurida ijro intizomi holati tanqidiy, tahliliy muhokama qilib boriladi. Shuningdek, har oyning 25-sanasida keyingi oyda ijrosi belgilangan topshiriqlar ro'yxati shakllantirilib, mas'ul rahbarlar, tarkibiy bo'linmalar, hududiy boshqarmalar hamda shahar va tuman hokimliklariga oldindan yuboriladi. Shu asosda har bir mas'ul ijrochi kesimida kalendar rejalari va yo'l xaritalari tasdiqlanib, ish jarayonlari aniq muddatlar asosida tashkil etilmoqda. Tahlillar natijalariga ko'ra, ijro intizomida aniqlangan tizimli kamchiliklarni bartaraf etish, mas'ullarga amaliy uslubiy ko'mak berish va profilaktik choralarni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning yanvar-iyun oylari davomida 7 ta hududiy boshqarma va 6 ta shahar hamda tuman hokimligida qonunchilik hujjatlari ijrosi kompleks o'rganilib, aniqlangan muammolarni bartaraf etish yuzasidan amaliy yordam ko'rsatildi. Ijro intizomini ta'minlashda mas'uliyat tamoyiliga qat'iy amal qilinmoqda. O'tkazilgan tahlil va o'rganishlar natijasida topshiriqlarni o'z vaqtida va to'liq bajarmaganligi hamda ijro muddatlarini buzganligi uchun shahar va tumanlar hokimlari, ularning o'rinbosarlari hamda boshqa mas'ul xodimlarning 27 nafariga nisbatan intizomiy choralar qo'llanildi. 29 nafar mansabdor shaxs ogohlantirildi. Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan Ijro.gov.uz elektron tizim orqali prezident va hukumat hujjatlarida belgilangan vazifalarning o'z vaqtida to'liq va sifatli bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bu yo'nalishda ijro intizomini yanada mustahkamlash va mas'ullik va shaxsiy javobgarlikni oshirish hamda har bir topshiriqning ijrosini ta'minlash ustuvor vazifa bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.